Qanday qilib o'z kvartirangiz yoki uyingizni Turar.uz platformasida joylashtirishni ko'rsatamiz. Avval Turar.uz saytiga kiring. O'ng tomon yuqori burchakdagi 3 chiziqni bosib, kirish ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlang. So'ng ro'yxatdan o'tishni bosib, maqsadni tanlang. Ijaraga berish tugmasini bosing va ma'lumotlarni to'ldiring. Email, telefon raqami va parol. Ro'yxatdan o'tish so'ngida emailingizni tasdiqlashingiz lozim. Keyingi bosqich Telegram orqali verifikatsiya. Siz akkauntingizni Turar.uz Telegram bot orqali tasdiqlashingiz kerak. Keyinchalik shu bot orqali siz ijarachilardan kelgan xabarlarni qabul qilasiz va arizalarni boshqarasiz. Verifikatsiyadan so'ng platformaga qayting. Yana uchta chiziqni bosib, mening e'lonlarim bo'limiga o'ting va e'lon yaratishni tanlang. Bu yerda siz uyingiz haqida barcha ma'lumotlarni kiritasiz. Uy nomi, turi, manzili, narxi, ijara formati, kunlik yoki oylik, sig'imi va qulayliklari. Albatta, bir nechta sifatli rasmlarni ham yuklang. Bu murojaatlar soniga kuchli ta'sir qiladi. Shuningdek, xaritadagi joylashuvni ham belgilang. Oxirida e'lonni joylash tugmasini bosing. Shundan keyin e'loningiz moderatsiyadan o'tadi. Odatda bu 24 soatgacha vaqt oladi. Agar barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, obyekt tasdiqlangan statusini oladi. Keyin siz barcha arizalarni to'g'ridan-to'g'ri Telegram orqali boshqarishingiz, shuningdek shaxsiy kabinetingizdagi kalendarda bandlikni kuzatib borishingiz mumkin. Mehmonlar ijara to'lovini joyida to'laydi. Uy egalariga esa mijozlarning hujjatlarini tekshirish talab etiladi. Platformaning servis komissiyasi bozordagi eng pastlardan biri. Siz cheksiz miqdorda obyekt qo'shishingiz va ularni bitta akkaunt orqali boshqarishingiz mumkin. Agar sizda yana savollar qolgan bo'lsa, izohlarda yozing yoki sayt orqali qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.